bizni butun yiqqanlarimiz, terganlarimiz, tikkanlarimiz hammasi boshqaning mulkiga aylanadi. Hech qachon bu dunyoning oltinlari va zebu ziynatlari bizni aldab qo'yishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak edi balki. Bu dunyo bizni do'stlarimizga nimalar qilayotganiga qarashimiz kerak. Qara, bu dunyo boyligini to'plagan kishi kafan va bir ozgina xushbo'ylikdan boshqa nimani o'zi bilan olib ketdi? Qarashimiz kerak, ko'rishimiz kerak, fikr qilishimiz kerak. Biroz boriga qanoat qilishimiz kerak va rozi bo'lishimiz kerak. Nima eksak, shuni o'ramiz. Ezgulik qilayotgan odamlarga qarab aytgimiz keladi-da. Nima eksangiz shuni o'rasiz va yomonlik qilayotganlarga ham aytishimiz kerakki, bilki sen xavf ostida qolasan, xavf ostida. Nafsimizga aytishimiz kerak, tavba qil. Gunoh qilishni to'xtat va xayrli ishlar qil, balki Alloh bizni o'limdan so'ng balki kechirar. Xayrli ishlar qilishimiz kerak. Va yana nafsimizga aytishimiz kerakki, solih amallar qil va balki Alloh ularni qabul qilar. Ular tufayli bizga mukofot berar. Har kuni nafsimizga aytishimiz kerak. Tongda va kechqurun Allohga hamd ayt. Dunyoning qaysidir bir burchaklarida chiroqlar yoniq ekan, unga Allohga mudom hamd sano yangrab turish kerak. Bizni uyimizni chirog'ini yoqayapmizmi? Hali bu jisman bormizmi? Shu chiroqni yoqadigan qo'llarimiz harakatga kelib turibdimi? Tirikmizmi? Shukr qilishimiz, hamd aytishimiz, tavba qilishimiz, xatolarimizdan nadomatlar chekishimiz, ho'ngrab tavba qilib yig'lashimiz kerak bo'ladi. Hali qo'llarimiz uyimizdagi chiroqlarni yoqib o'chirayotgan ekan. Bir kun keladi, u chiroqni yoqadigan qo'llar bu dunyoda bo'lmaydi. Yoqishimizga ham hojat qolmasligi mumkin, qolmaydi. Qop qorong'i, hech bir najot, hech bir yordam, hech bir qutulish bo'lmagan, ya'ni ichkaridan ochilmaydigan yagona eshik ortiga, ya'ni qabrga kirgan bo'lamiz.